girişinin ding hol alingandan. Korotcho bize Chekkaparnik ko'chadamiz. 57 metr, arkasında 23 metrden ziyad. Tashkentskiy 160 metr kvadrat. Bu prixожий. Tashkentskiy. Girdiz. Söydük, ona to'liq video olmaydi deb hozir men sizga kichkina obzor chaqirib beraman, qiziq bo'lsa gap ko'raverasiz. Uy tayyor, pod ключ. Yine zali. Bu yan tarafda siz oshxona. Kompaktniy, kichkina, uyutni etilgan. Beraman gaz plitalarini qo'yib beradi. Uy teplый pol, zamonaviy kotel bilan qizdiriladi. Bu yanda shuni kichkina bog' din joyi bor. Depada 3 tona xona bor. Va bunda sanuzul. Aystunchasan bor. Zina qarang, mo'shni qilingan. Perdalar ilingan. Depada bir koridor va bu yanda bir sanuzul, zol, ya spalni. Bu yanda esa kattalikni qarang. Zol. Bu yan tarafda yana bir zol. Bu yerda balkon ham bor dashnosam. Balkonni birdan chiqiladi. O'z zo'r remont etilgan, akkuratni chiqqan. Narxi degan joyga keldik. Narxi $93,000. Amerika pulida. Oxirgi nuqta tushirdim. Bo'ladigan pul. Da qolgani deydi-ku, shveji shu.